Xitoy elektromobillar dunyosini ostin-ustun qilayotgan bir pallada Shandun provinsiyasida g'alati hodisa ro'y berdi. Xiaomi kompaniyasining SU7 elektrosedani o'z-o'zidan ishga tushib, egasining uyi yonidan yurib ketib qoldi. Qizig'i, mashinaning ichida hech kim bo'lmagan. Video tarmoqlarda tarqalib, aqlli avtomobillarning xavfsizligi yuzasidan savollar tug'ila boshlandi. Bu vaqtda esa qochib ketgan SU7 ning egasi Xiaomi'ning mijozlarini qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qilib, vaziyatni tushuntirishni so'ragan. Avvaliga mashina egasiga masofadan ishga tushirish funksiyasi telefonda kelgan tasodifiy signal tufayli faollashgan bo'lishi mumkinligi aytilgan. Biroq erkak smartfoniga tegmaganini ta'kidlab, o'z so'zlarini tasdiqlash uchun kameralarning to'liq yozuvini taqdim etgan. Keyinchalik SU7 egasining akkauntiga bog'langan Apple qurilmasi to'xtash joyida yordam tizimini faollashtirish uchun buyruq yuborgani ma'lum bo'ldi. Qayd etilishicha, bu funksiya ilova orqali SU7 ga parkovkada mustaqil harakatlanish imkonini beradi. Xiaomi holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilishi va to'liq hisobot taqdim etilishini bildirgan.